Hürmetli qarindaşlarım, hammalarga Allah'ın salamı, rahmeti ve bereketi olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haber bergen, cennetning eshikleri içilip cehennemning eshikleri taqalgan. Evveli rahmet, o'ttiri mag'firat, ahiri cehennemden kurtuluş bo'lgan mübarek Ramazan'a yetib keldi. Hürmetli qarindaşlarım, bu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem biz Müslümanlarga bergen bir xush bisharat. Her bir Müslüman Peygamberimizning bu medhiyelerinin, bu xush bisharatlarini tinishgan vaqtda hayranlık ichida qoladi. Aslida bu videoni ilishimdagi maqsad mu? Bizning ustozlarimiz bu haqda qarindaşlarimizga diqqat qilishga tegishli bo'lgan qoidalarni va bu vaqtdagi faziletlerini tushundirgan va anglatgan bo'lsa-mu? Amma men kichikimdan boshlab sahardan oqshomgachilik yemek yemeslikdan iborat bo'lgan, ya'ni ashundoq tushungan bu Ramazan oyining hikmati haqida qiziqqanligim uchun bu vaqtda biraz izlendim va intayin hayron qoldiradigan ba'zi ma'lumotlarga ega bo'lganligim uchun sizlar qarindoshlarim uchunmi ham bahrilanish niyatida bu videoni ilib o'taman. Hurmatli qarindoshlar, sahardan oqshomgachilik yemek yemeslik. Bunun fazileti zadı qaysi? Fazileti nima degan vaqtimizda Sahih Muslimninki şarihlerinden biri Hindistonlik olim Shibir Osmani Fathul Mulhim ismli kitobida shularni bizga bayon qiladi. Birinchidan deydi: Ramazan iyi Allah azze ve celle'ge şükür etishning bir vesilesidir. Shundoq o'ylashingiz mumkin. Bir zaman Ramazan iyi etishidimi şükür etimiz? Nima uchun faqat Ramazan iyi? Deb bu soru her birimizning yodiga kelishi mumkin. Nimişka Ramazan iyi degan vaqtimizda Shibir Osmani raziyallohu anhu shundoq deydi. Bir narsaning qadri qimmatini o inson yo'q qilgan, yo'qitib qo'ygan vaqtda bilalaydi. Ama Ramazan iyi bizga del bizning Allah azze ve celle nimet qilib bergan bütün bu nimetlerini, yemek içmek, nazlı nimetlerinin qadri qimmatini bildirdi. Ko'z oldimizda bor, mavjud. Ama biz yeyolmaymiz. Biz iftorning kelishini saqlaymiz. Agar Allah azze ve celle xohlagan bo'lsa, bu nimetlerini bizden burunqi milletlerge o'xshash belki bizga halol qilmagan bo'lg'aydi. Ammo Alloh azza va jalla nurg'ulg'an lezzat nazun nimetlerini bizga halol qildi va nasib qildi. Bizni ko'plagan son sanoqsiz nazun nimetler bilan nimetlendirdi. Demek ki bu bir insonga, bir musulmonga shuni eslatadi. Ya Allah azze ve celle'ninki büyüklükini, Allah azze ve celle'ninki sehiylikini eslatadi. Bu sebeplik insan deydi ki, eğer Allah azze ve celle bana nasip qilmagan bo'lsa, haqiqatan men yeyemeydi. Bu hammasi Allah azze ve celle'ning fazli merhameti degan holda Allah azze ve celle'ge şükür etishga boshlaydi. İkinci bo'lib deydi, Ramazan iyi, qarindoshlik rishtasining bog'lanish iyi. Yine shunda o'ylashimiz mumkin qarindoshlar. Bu sahardan oqshomgachilik bir narsa yemaslik qanday qarindoshlikni o'ylantiradi? Masalan, oylab bakaylı. Ramazan ayından burun yoki sahardan oqshomgachilik ro'za tutmagan holda bir boy odam o'zining nima yeyishni yoki ko'ngli xohlagan narsa yeyishni hech bir zaman ansirmaydi. Ammo kambag'al bir inson bir nazun nimetlerini yoki lezzetlik nazun nimetlerini yeyishga kuchi yetmasligi mumkin. Bu ayda bütün insanlar bay, kambag'al hammasi birbirinin his duygusunu yaşaydı. Qarindoshlik his duygusunu yaşaydı. Yani qanday qarindoshlik? Mesela dünyanın her taraflarında yaşayan qarindoshlar ig'izga şu açlık holatda, iftorda bir lokma taom algan vaqtda şu an his qiladi. Ha, mening qarindoshim, miskin qarindoshim, aciz qarindoshim, demek ki açlıkning ta'mi shundoq bo'ladi ekan. Deb bu vaqtda o adamning his duyg'ulari qarindoshlik his duyg'usi bilan to'ladi. Oylagan vaqtimizda haqiqatan shundoq. Masalan, bütün dünyada masalan bizning vatanimizda bo'lsin, hozir ko'ryapmiz va yoki boshqa yerlarda bir zulm bo'lsa yoki bir qiyinchilik bo'lsa, bütün e'lon vositalari bilan dunyoga bildirishga tirishimiz, insonlikni qo'zg'atishga tirishimiz. Ammo Alloh azza va jallaning shu qonuniyatiga qarang. Bir ro'za tutish orqali har bir ro'za tutgan bir musulmon iftorda o'zining qarindoshining holini tushunadi, qarindishini o'ylay oladi. Biz tıkımı köp vatandaki qarindoshlarimizni o'ylaymiz albatta. Mesela şununla o'xshash bütün dünyadaki Müslümanlar aç kalgan insanların his duygusunu yaşayalaydı. Ramazan iyi, şefkat iyi. Bunu Türkiye'de meşhur bilingen, şairlik bilen bilingen meşhur bir ustazınki sözünden örnek aldım. Şundak deydi. Ramazan iyi, şefkat iyidir. Demişki şefkat iyi. Bu haqda soruldu ustaz Hayati İnanç ismi. Qarindoshlarım inşallah bilmegenler bu sebeplik bilip tanışışını elbette tavsiye qilman. Hayati İnanç ustaz şundak deydi. Mening şefkat degan vaqt 3 kishi yodimga keladi. Birincisi anam. Meni yemek yedirib, kiymay kiydirib, ichmay ichtirib, meni cho'ng qilgan, meni yetishtirgan anam yodimga keladi. İkinci bo'lib kulgan vaqtimda, yig'ilgan vaqtimda va yoki ko'nglim yerim bo'lgan vaqtda her zaman mening yonimda turgan ayolim, rafiqam yodimga keladi. Üçüncü bo'lib mübarek Ramazan iyi. Nimishqa? Çünkü Allah azze ve celle belgilab bergan bu hayot karvonida to'g'ri davom qilishim uchun Allah azze ve celle
bu Ramazan ayını şefkat boğan, yani benim kirlediğin ruhitimni, benim kalbimni pakizlash uchun, Allah azze ve celle'ge boğan yıkıllıkımni tıxımı yıkınlaştırış üçün bu şefkat degan vaqtda 3 isim yadımga keladi deb shundoq deydi. Elbette shundoq o'ylagan vaqtimizda qarindoshlarım, bu Ramazan ayı her bir Müslümanның hayat karvanını devam qilish uchun, bu dünyadaki hayat karvanını devam qilish uchun uzuqtuluk aladigan, ruhiyetini to'yg'izadigan, ruhiyetini Allah Taolo'ningki fazli merhameti bilan to'yg'izadigan, bir yillik hayatını Allah belgilab bergan qonun bo'yicha yashash uchun ma'naviy uzuq aladigan bir ay ekanligini her birimiz his qilamiz. Uningdan boshqa İbnül Umam rahmetullahi alayh shundoq deydi. Bu mübarek Ramazan ayı kalbimizning saplashishi, Allah'a yıkılışı. Şundak oylashimiz mümkün. O Ramazan ayı tişidimi kalbimiz saplashishi mümkün, ihtimali bor deb o'ylab qilishimiz mümkün. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem xush bisharat bergan bu ayning fazilati, bir qilgan amalning qat-qat fazil merhameti bo'lganligi xabarini olgandan keyin, xuddiki masalan tijoratchilar bir yerda tixmi ko'p menfaat alısı degan vaqtda yugurib, ishtiyoq bilan yugurgunidek, Peygamberimiz bu xabarni bergan vaqtda, bu xush bisharatni bergan vaqtda xuddiki bütün insanlar bu ayda bir menfaatini, bir hayatlık, bir yıllık hayatını yaxshi o'tkazish uchun, o menfaatini elish uchun her bir insan, ibadetga susuz bo'lgan insan bu ayda yugurib kelganligini ko'ralaymiz. Bu sebeplikdeydi ki her bir insanın bu ayda Allah Taalaga qadam-qadam yıkılış için koyulgan qalbninki saplashishi bo'lgan bir ay deb shundaqdaydi. Uningdan boshqa qarindoshlar, en hayron qolgan bir ish bu mübarek Ramazan ayı Kur'an ayı deydi. Bunun hikmeti nimadir degan vaqtda insanı haqiqatan hayron qoldiradigan bir sebep var. Yani Kur'an'ı tushirdi degan gap nima degan gap? Bu aslida muhim bo'lgan nuqta bu. Kur'an-ı Kerimni tushirdi deganlik, yani bütün insanlıkka, dindar bo'lsin, dinsiz bo'lsin, bütün insanlıkka xotirjamlik, huzur ilib kelgan ay deganlik. Unda o'xsa qandaq deb so'rashingiz mumkin. Biz buni tushunishimiz uchun Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemninki avatilgan shu zamonga qarashimiz kerak. Peygamber aleyhisselam avatilgan shu zamanda shundoq bir qarab baqsaq, insonning qadr qimmati yo'q, insoniy bir madaniyat yo'q. İnsanlar elib setilayotgan, qulluq qulchilik qilayotgan. Ama bu Kur'an-ı Kerim kelgandan keyin insanlarning qulga qulchilik qilishdan, bir Allah'a qulchilik qilishni o'rgatadigan muborak Kur'an-ı Kerim nozil bo'lgan, ya'ni birdan bir Allah'a qulga qulchilik qilishdan, birdan bir Allah'a qulchilik qiladigan yoki bu madaniyatni ilib kelgan, insonlikqa huzur, xotirjamlik ilib kelgan, xristiyani bo'lsin, musulmoni bo'lsin, dinsiz bo'lsin, huzur ichida yashay oladigan, birbirinin kanını töküş emas, birbirinin mallarını bulaş emas, her biri huzur içinde yaşayalaydıgan bir medeniyet, bir sistem ilip kelgan. Bu Kur'an-ı Kerim bo'lganligi uchun her bir Müslüman bu kanunni, bu huzur halavet kitabını bu Ramazanның 5'idan ahirgacha o'qiydi. Allah azze ve celle belgilab bergan qoida nizomlarni qalbiga naqshlab, bir yillik hayotini tıxmi xotirjam Allah belgilab bergan yo'lda davom qiladi. Bu sebeple qarindoshlar, biz Ramazan ayıga şundak bir isim koyalayımız. Ramazan ayı bir mekteptur. Mesela xuddiki biz bir insan kişilik dünya hayatını yaxshi devam qilish uchun insanlar mektepga o'xshash, universitega o'xshash bir sistem koydu ya. Hemimiz bilimiz bunu, körümüz. Ramazan ayı bir yıllık hayatımızı yaxshi o'rgatishimiz uchun bizga sabrni o'rgatadigan, bizga qarindoshlik rishtasini o'rgatadigan, bizga Allah azze ve celle'ning qonunlarini, Allah azze ve celle'ning prinsiplarini, Allah azze ve celle'ning hududlarini belgilab beradigan bir mübarek ay ekanligini, qalbimiz siqilgan, hammamiz o'lib ketadiganmizga deb bir ümidsizlik ichiga to'lgan bir qarindoshimizga huzur beradigan, Allah Taolaga bo'lgan yaqinlikni bir qadam yaqinlashtiradigan bir ay ekanligi uchun biz shundoq deyalaymiz ki Ramazan ayı bir mekteptur. Sabr mektebidir. Qarindoshlik rishtasini bog'laydigan mekteptur. Ramazan ayı yana Kur'an mektebidir. Ramazan ayı şefkat mektebidir. Moşunun o'xshash belki biz bilinmeyen yoki bilmegen, men bilmegen nurg'ulg'an hikmetleri elbette bor deb o'ylayman. Bu video orqali qarindoshlarımga bu mübarek Ramazan ayiga tıxmi farqli bir obraz bilan, his tuyg'ularimiz bilan kirib, xuddiki bir insan, bir tijoratchi bir menfaatni ko'rgan vaqtda bütün his tuyg'ulari bilan unga harakat qilgandek, biz bu mübarek Ramazan oyida bunga harakat qilib, qo'limizdan qochirib qo'yganlarni qo'lga keltirish uchun tıxmi tirishayli va aslatib qo'yish babidan tirishayli niyatda bu videoni oldim. Hurmatli qarindoshlar, Xitoy virusi sabablik her birimiz qiyinchiliklar ichida yashayapmiz. Albatta memchik ustozlarimiz bunu ko'plab tavsiya qilsa-mu, men bir qarindoshinglar bo'lish sabablik
eslatib qo'yish. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamniki musulmonning ayniki, bir-birini yaxshilikqa buyurishi, bir-biriga eslatib qo'yishi degan bu ta'limoti sababli qarindoshlar, menmi shuni eslatib qo'yishni to'g'ri topdim. Bu ayda, bu kunlarda bizning qarindoshligimizni texmo birlashtirishimiz kerak bo'lgan. O'zaro bir-birimizni yaxshi ko'rishimiz kerak bo'lgan. Allohga birlikda, ixtilofni, boshqa ishlarni, muhim bo'lmagan ishlarni kun tartibga ekilish emas. Texmo ummatimiz uchun, vatanimiz uchun muhim bo'lgan ishlarni kun tartibga ekilib, o'zaro yordamlashib, hasad emas, qarindoshlikni ustun bilib yashashimiz kerak ekanligini eslatib qo'yishni to'g'ri topdim va bu muborak oyda o'zaro yordamlashishni unutib qolmasligimizni eslatib qo'yish uchun bu so'zlarni so'zlayapman. Hurmatli qarindoshlar, Alloh bu muborak Ramazan oyini har birimizni xotirjamlik, huzur, halovat ichida o'tkazishni nasib qilsin. Alloh azza va jalla bu muborak Ramazan oyi hurmatiga bu musibatlarni, Xitoy virusini bizdan uzoq qilsin. Bütün musulmon qarindoshlarimizni bu virusdan saqlasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.